Men birinchi bor kimnidir yelkasiga bosh qo'yishni xohladim. Kimgadir suyanishni xohladim. Yonimda kimdir bo'lmasa ham men yashab o'taman, bu hayot yo'lini bosib o'tardim. Lekin kimgadir suyanishni xohladim. Yaralanganimda, yiqilganimda, turganimda, hayot tashvishlari meni ezganda kimdirga suyanishni xohladim. İnsonimizda har doim insonlardan nimalarnidir kutib yashaymiz. O'xshamashini bilsaydi, oxiri yo'qligini bilsaydi, aldansaydi. Yig'lamadi, o'ylama ko'ngil, bu kunlar ham o'tar ketar.